Xo'p, o'rtoqlar, yangi Toshkentda hayot nafaqat yerni tepasida, balkim yerni tagida ham hayot gavjum bo'ladi. Nimagaki tunnelimiz bitsa shu ko'rinishga keladi. Ko'pchilik bilishadi, rivojlangan davlatlarda bozorlar, supermarketlar shunga o'xshash tunnellarda joylashtirilgan. Bizda ham shunga o'xshash yangilikni xudo xolasa qaysidir darajada uddalashmoqchi. Bu endi aholiga qulaylik, tirbandlikni oldini olish uchun jitillarga hammasiga yerni tagidan tunneldan sharoit qilib beradi. Kelasiz, mashinangizni qo'yasiz, uyingizga yoki ishxonangizga shunday lisensiyadan chiqib ketaverasiz. Endi mashina avtostoyanka shu yerda bo'lgandan keyin avtoservis, avtomoyka, avtozaryadchik hammasi shu yerda bo'ladi va fast food, kafelar hammasi, ya'ni kofe ichadigan joylar hammasi podvalda bo'ladi. Undan tashqari hojatxona boshqa yana shunga o'xshash yangiliklarni xudo xolasa shu yerda podvalda qilishyapti. Bitsa, menimcha vahsha dahshat bo'lsa kerak. Endi bunga o'xshash ma'lumotlarni bundan oldin ham qo'yganmiz, bundan keyin ham shunga o'xshash ma'lumotlarni qo'yib boramiz. Kimgadir qiziqarli bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va undan tashqari kimdir yangi Toshkent hududidan uy olmoqchi bo'lsa, bizga murojaat qilinglar. Kimdir sotayotgan bo'lsa ham bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Tagida profil nomerlarimiz yoki Yangi bozor markazida ofisimiz bor, ofisga kelib murojaat qilsanglar, xudo xolasa komanda bo'lib ishlarni bitkazib beramiz.